Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video yuzasidan rasmiy ma'lumot beramiz. Hozir biz turgan joy Oltinko'l tuman hududidagi Baxt chorrahasi deb ataladi. Hammamizga ma'lumki, ushbu chorraha muqaddam aylanma harakat bo'lgan va hozirda ushbu joyda yo'l transport hodisalarini oldini olish, shuningdek, xavfsiz harakatni tashkil etish maqsadida ushbu joyga yangi svetofor obyektlari, tegishli yo'l belgilari hamda qoidabuzarliklarni aniqlovchi maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturi texnik qurilmalari, ya'ni radarlar o'rnatilib ishga tushirilgan. Ushbu joyda harakatlanuvchi haydovchilar tomonidan ko'plab tushunmovchiliklar yuzaga kelganligi sababli hozir biz sizlarga Baxt chorrahasida harakatlanish tartib qoidalarini eslatib o'tmoqchimiz. Ya'ni Shahrixon tuman hududidan o'tuvchi A373 xalqaro ahamiyatga ega avtomobil yo'lidan harakatlanib kelib, ushbu chorrahadan chapga qayrilib olish qat'iyan taqiqlanadi. Ya'ni ushbu joyda svetofor obyektiga qo'shimcha 581 tasmalar yo'nalishi bo'ylab harakatlanish tegishli yo'l belgilari o'rnatilgan. Ya'ni chapga, xalq tili bilan aytganda, Dalvarzin 36-post tomonga, ya'ni chapga burilish qat'iyan taqiqlanadi. Undan tashqari Saida Zunnunova 80 metrlik ko'chadan chiqib, chapga aeroport ko'chasi, ya'ni Qumbozor tarafga burilish ham taqiqlanadi. Harakatlanish faqat to'g'riga deb belgilar bilan ko'rsatib qo'yilgan. Shu o'rinda barcha harakat qatnashchilaridan, ya'ni haydovchilarimizdan yo'llarda harakatlanish davomida amaldagi yo'l harakati qoidalariga qat'iy ravishda rioya qilib yurishligini so'rab qolamiz.